Hammaga salom do'stlar. Bugungi videomiz estetik video yasash. Birinchi bo'lib CapCut'ga kirib olamiz va mana shu yerga bosib bitta video yasamoqchi bo'lsanglar, video nimasini bosasizlar. Kirib olganinglardan keyin oxirida bir xil ko'rganman. Mana shunaqa oxirida CapCut joyini olib tashlamas ekan. Shuni bosib, mana musorka turibdi-yu. Shuni bosamiz. Keyin mana shu yozadigan textni bosamiz. Keyin nima yozmoqchi bo'lsanglar, textinglarni yozaverasizlar. Men prosta sizlar uchun namuna ko'rsatyapman, prosta bo'ldi. Namuna qilyapman. Sizlar xohlagan nimalarni yozsanglar bo'ladi. Kanalimga obuna bo'linglar deb yozdim. Kanalimga obuna bo'ling deb yozdim. Keyin smaylik qo'yib olasizlar. Keyin shuna qilib fontni bosasizlar. Xohlagan nimalarni bosasizlar. Men ko'proq Rubik degan nimani qilaman. Shuni bosib, mana shu birinchisini bosamiz. Keyin mana shu bosamiz. Oqqa bosib olamiz, chunki qora bo'lib qolmasligi kerak. Oq. Mana bosdik. Shuna qilib 0 ga tushirib, tepasidagini 25 ga qilib oldim. Ko'rgan bo'lsanglar, videoni pauza qilib olishinglar mumkin. Keyin esa mana oxirigacha olib bora olamiz. Mana shunaqa chiqdi. Mana. Xo'sh, keyingisi bizda nikimiz yozish bo'ladi. Yozib olamiz. Xohlasanglar oddiy niklarni ham yozsanglar bo'ladimi? Org degani bilasizlar-ku, original degani, короче. Nikimni yozib oldim shu yerga, keyin shunaqa yana nima qo'yib oldim. Yurakcha, gul qo'yapman. Keyin mana yerga kirib Amegi overlayni bosamiz va birinchisini bosamiz. Shunaqa chiroyli nima chiqadi. Keyin esa mana shu yerga qo'yib olamiz. Mana oxiriga olib borib olamiz. Keyin mana shunaqa nima chiqdi, video chiqdi, ko'rayotgan bo'lsanglar. Sizlar to'g'rilab olasizlar. Videoni oxirida ko'rganimda shu kanalimga obuna bo'ling degan joyini sal pastroq qilib yuborman. O'zingizlarga yarasha qilasizlar-da, короче. Keyin mana trending degan joy bor ekan. Keyin replay degan nimani bosasizlar, effektni bosasizlar. Keyin mana bosasizlar shu yerda. Buni 100 qilib olasizlar, birinchisini, keyin qolgan hammasini 0 qilib chiqasizlar. Shuni videolar chiroyli chiqadi. Mana oxiriga olib boramiz. Mana shunaqa video chiqdi, ko'rdinglarmi? Menga bitta opa o'rgatdi. Keyin xohlasanglar, xohlagan effektlarni qo'yasizlar. Uncha yarashmadi, shuning uchun buni qo'ymadim. Buni, короче, nima qilamiz? Boshqasini qo'ydim. Kapalak deb yozsam chiqadi deb o'yladim, chiroylisi, chiqmadi. Ruscha yoki inglizcha yozish kerak ekan. Butterfly deb yozish kerak edi, to'g'rimi? Chiqmadi, короче. Xullas bo'ldi, buni qilmaymiz dedim-da, короче, boshqa effekt qo'yamiz. Kapalak chiroyli turardi deb o'ylayman. Anoni bosdim, mashina. Shunaqa video chiqdi. Menimcha unaqa zo'r yarashmadi, shuning uchun mana Hello Blur degan nimani bosdim. Buni oxirga olib borib olamiz birinchi joyga, keyin mana xohlasanglar kesib tashlasanglar ham bo'ladi. Mana shunaqa chiqdi. Sal kamaytirdim. Mana shunaqa vip chiqdi menda. Wow. Mana
Endi videomiz tayyor. Yana bitta narsa qolib ketibdi. Agar xohlasanglar videolarni shunaqa qilsanglar bo'ladi. Bu yerga kirib, mana o'shani bosamiz. Videomiz ustiga bosib, kichraytirib, ana unaqa hozir trend bo'layotgan shunaqa qilib olamiz, короче. Mana. Shunaqa qilib olamiz. Shunaqa video chiqadi bizada. Ko'rayotganinglardek sal o'zingizlarga qulay bo'lgan nimada qilib olasizlar. Mana. Zo'r chiqdi. Endi tugadi. O'sha kokka bosamiz, ili kutamiz. Kanalimga obuna bo'lib qo'ying va meni kuzatishda davom eting. Yana bir narsa aytmoqchi edim sizlarga. Blogerlarni nima gampitti qiling deb yozibdi bitta qiz. Men blogerlarni nima qilishdan o'sha nima bo'ldim. Mana shunaqa chiqdi. Blogerlarni qilmayman. Mana. Video yoqqansa like va подписка.